Leksiyonun davamı, hürmetlik vatandaş. Bugünkü islağa 2021 yıl 2. ayının 23. günü vatandaşım. Yukarı leksiyonun davamı, Prezident Joe Biden belgilegen Amerika Qo'shma Shtatlarının Birleşken Devletler Teşkilatı daimi turuşluq vekili Thomas Greenfield 1. ayının 27. günü Kengash Palatası'da guvohlikdan o'tganda mundaq ko'rsatdi. Davlat mahkamasi dal hozir Jungoning irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazganligiga qaritilgan bekitishni ve bunu davomlashtirish qarorini kapolatga ega qilishni baholayotdi. Uyg'uriston Şinjan masalasidan boshqa Angliyaning vaziri Dominic Raab nutqida Shangang masalasini, Hong Kong masalasini tilga oldi. O mundaq ko'rsatdi. Angliyaning sobiq mustamlikasi Hong Kongning xalqning huquqlari dal hozir sistemli tajovuzchilikqa uchirdi. Dominic Raab mundaq ko'rsatdi. Jungo yo'lga qo'ygan davlat bexatarligi qonuni Hong Kongning erkinligini bo'g'ib tashladi. O erken ve adil bo'lgan qonun chiqarish komiteti saylashni chaqiriq qildi. Germaniya Tashqi ishlar ministrligining ministri Massaptining 1-kuni ekran orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetiga mundaq ko'rsatdi. Germaniya Uyg'uristonda, Şinjangda Uyghur ve başka asallıklar xalagancha nazarband qilish siyosiy yo'l qo'yganligi qabul qilg'ili bo'lmaydi. Siyosiy yo'l qo'yganligini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Hamda Jungoning Hong Kongda fuqarolarning erkinligini bostirishni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Kanada Federatsiyaviy Avam Palatasi haftaning 1-kuni 0 biletning 266 ovozga qarshi hokimiyat sirtidagi Konservativlar partiyasi o'tirg'i qo'ygan muddaonomalik qarorini qabul qildi. Jungo hukumatining Uyg'uristonda Şinjangda Uyg'urlarga muomala qilish usulini irqiy yo'qotish deb qaror qildi, ma'qulladi. Bu xabar Devam hürmetli vatandaş. Kanada parlamenti haftanın 2. günü Konservatiflar Partisi a'zosi Michael Chong'ning bir parcha muddaonomani ma'qullab Uyg'uristonda Uyg'urlarga irq yo'qotish siyosati yurgizdi deb e'tirof qildi. Muddaonomada Kanada Federatsiyaviy hukumatining xalqaro jamiyatga 2022 yil qishliq olimpik marosimini Beijing shahrida emas, boshqa bir davlatda, boshqa bir shaharda o'tkazish to'g'risida chaqiriq e'lon qilishni talab qildi. Kanada parlamentining 338 nafar a'zosi ichida 266 nafar a'zosi qo'llaydigan bilet tashlab 0 bilet qarshi turdi. Ya'ni qarshi turgan odam chiqmadi. Lekin Kanadaning vaziri Justin Trudeau'ning hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar Partiyasi 70 nafar ishki kabinet a'zolari bilet tashlash huquqidan voz kechdi. Lekin Erkin Demokratlar Partiyasi arqa o'rinda o'ltirganlarning kishi 5'i bilet tashlab qo'llashiga erishdi. Qo'llashiga yo'l qo'ydi. Erken Demokratlar Partisi Asallık Partiya hükümeti yani 3 partiyani öktici partiya hem de Erken Demokratlar Partisi'nin arka orunda o'tirgan a'zolarning qo'llashi ostida bu muddaonamada zo'r ko'lamli qo'llashga erishdi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.